أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetlik, qadrlik o'quvchilar. Allohning fazli va rahmati bilan bugun yana sizlar bilan eng güzel, eng yaxshi, eng afzal bir so'rinda jam bo'lib o'tiribmiz. Chunki Allah subhanahu va taoloning so'zi, Hazreti Resulullah'ning ta'limi, yo'l yuriqi, ko'rsatmasini anglash, onun sözleri bilen söhbetdaş buluş, onun sözleri bilan hamroh buluş ve onun sözlerini ügünüş için turuş, onun vaqt ajratish, tabii ki bu vaqtlarning ichidagi eng qimmatli, eng yaxshi vaqt ve sorunun içindeki en güzel ve yaxshi sorun. Şunun için biz bugün Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın 38. Menhalul hadisinin 38. hadisi bolgan Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılgan sözünü her bir sorular bilen ortaklaşmakçı. An Anas ibn Malik radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. Anas ibn Malik radıyallahu anhu mundaq dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq dedi. Közlerini namazda degan namaz o'qiyotgan holatda osmonga ko'targan kishilarning jamoatning holi nima? Nima uchun ko'taradi u? Namazda nimishqi ko'zlarini osmonga tikadi, osmonga qaratadi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda inkor qildi. Bu nimidan darak birto deganda namazda her bir sıfat, hayat, şekil ve her bir faaliyetlerde qattiq İslam'ın ko'rsatmasi talab qilgan talabi bo'yicha bo'lishni intayin talab qiladi. Chunki namoz musulmonning hayotidagi birdan bir tayinadigan ve Müslümanın hayatındaki birden bir Allah'a ameli ravishda qul qiladigan qulluqninki bir ko'rinishi bo'ladi. İslam namaz bilan bo'ladi yoki namozsiz İslam bo'lmaydi. Shuning uchun İslam namozga alohida ahamiyat bergan, alohida ta'kidlagan. Chunki musulmon Allah'ını boysunadiganligini ahd qilgandan keyin o'zining beshidan topinigacha bütün a'zolarini shu namozda ijish bilan isbotlaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu haqdagi so'zi qattiq ishi, hatto ular bu ishdan yonsin yoki ularning ko'zi o'rab elinadi dedi. Yana Allah Teala'nın urunlashtirishi bilan ularning ko'zi xatafa degan uchar qushning nihoyatda tez o'ni qanday qilgan qamallablam olganligini deydi. Ularning ko'zlari o'rablam elinadi. Ya'ni qarg'a qilib o'tadi deb Rasululloh qattiq tahdid qildi. المعنى العام ظن الصحابة أن التوجه إلى السماء بالوجه واليدين
حين الدعاء مستحسن ومحبوب لقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون لأنها كما قيل قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة فكان بعضهم يرفع رأسه وبصره إلى السماء في الدعاء في الصلاة ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه ينافي الخشوع والخضوع المطلوب في الصلاة. Sahabalar dua qilgan chaqda yüzü qo'li bilan osmonga yuzlanish go'zal yaxshi ish deb o'yladi. Qo'limizni ko'taramiz hamda. Ammo yuzi bilan mushunda qilib osmonga qarash bu go'zal yaxshi ish deb o'yladi. Alloh taolaning sizlarning rizqingga sizlarga va'da qilingan va'dalar osmonda deganligi uchun bizning rizqimiz osmonda ekan, va'da qilingan va'dalar osmondan bo'ladi ekan deb o'sha oyatning mazmuniga asosan qaragan. Chunki osmon deyilganidek duoning qiblasi, xuddi Ka'ba namozning qiblasi bo'lganidek duoda aslida qibla oldini qilib turish va uyiz qo'lini ko'tarib ey Alloh deb Allohdan tilash. Alloh taolo duoni ijobat qilmoqchi bo'lsa nima deydi? Alloh taolo birinchi dunyoning osmoniga tushdi, duo qiluvchi bormi, so'rag'uchi bormi, tilig'ichi bormi, ijobat qilaman deydi deb Rasululloh bayon qildi. Demak, bu duoning o'rni shu. Shunlashqa fa degan bu yerdagi tafsil, shunlashqa sahobalarning ba'zi beshini, ko'zini namozdagi duoda osmonga ko'taradi. Ularni payg'ambar alayhisolatu vasallam to'sdi. Bunday qilmanglar. Chunki u namozda talab qilingan xorliq va o'zini beg'ishlashga qarshi edi. Namozda o'zini unutish, o'zini asdan chiqarish, o'zining o'zligini butun yodidan, esidan ko'tarib o'tish talab qilingan. Namozning ruhiy shu. O inga qala, minga qala qilsish to'g'ri emas. Va yabdu anna ba'd as-sahaba خانته يقظته للنهي فرجع إلى العادة ورفع بصره إلى السماء بعد النهي المتكرر مما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى شدد النبي الوعيد وخيرهم بين الانتهاء عن رفع الأبصار إلى السماء في الدعاء في الصلاة وبين العمي وخطف الأبصار فكان هذا التهديد الفظيع كافيا في انتهاء وامتثال الشرع الحنيف. Ayan buluşuca bazı sahabalarga onun çeklimigi bo'lgan o'g'oqliqqa xiyonat qildi. Sahabalar çeklimigi intayin sezgirdi, o'yg'oqdi. Qachon bir nahiy, to'siq, cheklima kelsa, shu hamon uningdan qattiq qochadi. Bu navbatda bu o'yg'oqliqqa, hushyorlikqa, nahiga xiyonat qildi. Uning bilan odatiga yondi. Va u ko'zini takrar to'saqlar kelgandan keyin osmonga ko'tardi. Bu ish payg'ambar alayhisolatu vasallamni g'azablantirib, payg'ambar alayhisolatu vasallam qattiq va'id qildi. Va ularni ko'zlarini osmonga namozdagi duoda ko'tarishdan yenish bilan qarg'u bo'lish, ko'zlarini o'rab ilish orasida tanlıq ixtiyorga qo'ydi. Bu qattiq tahdid yenish va büyük şeriatga bo'ysunishga yetarlik bo'ldi. Buning bilan hammasi bo'ysundi. Shunga ba'zi nahiylarda qattiq
qo'rqitish, agolantirish kerak. Har qanday nahi yumshoq bo'lmaydi. Asli bu amri va nahyining bir kuchi bo'lish kerak. Chuqur buni ijro qiladigan amr degan gap buyruq. Buyruq degan gap bu. Nahiy-chi bu yasoq degan gap. Buning bir kuchi bo'lishi, ijro qiladigan, yurgizadigan, amillashtiradigan, qildingmi, qilmadingmi deydigan bir kuchi bo'lish kerak. Har qanday amrining keynida kuch bo'layotgan, nahiyning keynida kuch bo'layotgan o quruq gap, quruq shuar, quruq so'zga aylanib qoladi. Al-mabahisul arabiyya Arabcha tadqiq qilinadigan so'zliklar. Mabalu aqvam Muslimning rivoyatida la yantahiyanna aqvam lamning zibar la ya yan nun sakin yanayna tazbar ta hazir la yantahi yanna la yantahiyanna onun dinkinki yaning zibri bilan yaning zibri bilan onun dinkin tashdid o'qiladigan la yantahiyanna deb bunda qiladi alaqa. Endi buningdagi lam nimaning lami, ta'kidning lami. Bu tashib etilgan qasamning javobiga kelgan. Beshida bir qasam bor, mahzub qasam, buning javobi. Lam shu qasamga nima qiladi, dalolat qiladi. İmam Buxoriyning rivoyatida layun tahayanna dabba layun tahayanna intaha yantahidin chiqdi buning tili intaha yantahi yani yantahuna bo'ladi yuntaha yani layun tahayanna yaning pishi bilan nunning sakini taning zibri haning va layun tahayunna yaning pishi nunning layun tahayunna deb majhul siga asasan intaha yanda olsa layan tahayanna yansun la yuntahayunna degan yenilsin demekdir. Aqvamni tilg'ilish ismi fa'ilni tilg'a olmay ularning ko'ngli bir sinib ketmasin deganlik uchun. Xuddi u payg'ambar alayhisolamning odatidir, nasihat qilgan chaqda maxfiy, yo'gab qilishlikda. Rasululloh har qachon nasihat qilsa yo'gab qilardi. Unda udul üsküdek yoki bir vosita berib takkudak nasihat qilmaydi. Rasulullohning odati. Qanday qiladi desa, kinoya gap qildi. Yo'gab gap qildi. Xuddi shuning naqdi ketgan, ammoki boshqalar bilmaydigan. Shu fe'l ishning egasi biladigan. Bal shan degan ma'noda ishi, holi. Bu ma istifhomiyaning xabari. Yerfa'una absarahum ila as-sama' degan jumla yerfa'una absarahum ila as-sama' degan jumla aqvamning sifati bo'lib zir o'qilgan mahallada ma balu aqvamin yerfa'un bo'lgandan ko'zlarini osmonga ko'targan qavmning holi degandan bu aqvamning irobdan tutgan o'rni muzofin ilay bo'lish bilan zir bo'lg'achqa yerfa'unning irobdan tutgan o'rni zir. Chunki sifat mansubga ishlar. Murad osmon tarafdan ustun taraf la yantahiyanna yani zibri bilan bayon buni deb bo'ldik. Avlut laula tuxtafunna bisaruhum tayyibi aw bu yerda ixtiyor qo'yishdi. Tahdid qilib. Bu amri ma'rufga xabar. Ya'ni ulardan ko'zni ko'tirishdan yenish bo'lsin yoki ko'targan chaqda ko'zlari o'yiladi. Fiqhul hadis Zahirul hadis an-nahyu an raf'il basar ila as-sama'i fi salat mutlaqan sawa'un kana zalika asna'a ad-du'a am kana 'inda ghayri ad-du'a. Hadisning mazmuni. Hadisdan aniq chiqadigini osmonga namoz o'qiyotgan chaqda ko'zni ko'tirish to'salganligi. Mutlaqa mayli bu ko'zni ko'tirish duo qilayotgan chaqda bo'lsin yoki duo qilmagan chaqda bo'lsin. Bu yerda ko'zni osmonga ko'taramlo, osmon qalashdan yansın deganlikka aniq chiqib turdi hadisda. Namozda bo'lsin, osmon qaramasin, osmonga nima qilmasin, oqchakka o'xshab qaramasin deydi.
لكن في رواية لمسلم لا ينتهين أقوام عن ربهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء. لكن إمام مسلم رواية ده bir kavm, bir jamoa ko'zini duo qilgan chaqda namozda osmonga ko'tarishdan yansin degan bu rivoyatda duo vaqtida, namozdagi duo vaqtida to'sishni qayd qiladigan bir ish bor. فإن حملنا المطلق على المقيد كان المقصود من حديثنا النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة أثناء الدعاء فقط. Agar biz mutlaqni ko'zni ko'tarmasin degan mutlaqni muqayyadga, namozda duo qilayotgan vaqtni ko'tarmasin degan muqayyadga yuklab qilsak, hadisdan maqsad namoz o'qiyotgan chaq, namozda duo qilayotgan chaqda osmonga ko'zni ko'tarishdan cheklash bo'ladi faqat. Namozda qanday chaqda-chu hech ish yo'q. Qaldi chaqda qanday qolsin, qalab turvasin bo'ladi, uning masala yo'q. Va bihaza qala jamoa, bir jamoa bunda tushundirdi. Va hukmuhu inda jumhurihim al-kiraha. Bu boshni ko'tarishning hukmi jumhur ulamolarning qarashida makruh. Yiroqligini makruh nima shu qiziq qiladi. Va ina baqayna al-mutlaqa ala itlaqihi wal muqayyad ala taqyidihi كان رفع البصر إلى السماء مطلقا منهيا عنه ورفعه في الصلاة حين الدعاء منهيا عنه أيضا بصفة أخص وآكد. Agar biz mutlaq hadisni, bizning hozir davatgan hadisimizga o'xshash mutlaq hadisni mutlaq deb qo'yamiz, muqayyad hadisni Imom Muslimniki rivoyatidagi absarahum inda du'a fi salat degandek bu muqayyadni muqayyad bo'yicha qo'yamiz, ashunda har ikkilisini bir-biriga bog'lab chetib-etmay o'z oldiga tushunimiz desak, osmonga ko'zni ko'tarish mutlaq uningdan to'salgan bo'ladi. Uni namoz o'qiganda duo qilgan chaqda ko'tarish uningdan ham alohida kuchlik sifat bilan to'salgan bo'ladi. Va namozda bakroq ta'kidlamoqchi. Ammo boshqa har holda bu osmonga ko'tarishdan to'salgan bo'ladi. Vaqat naqala al-ijma ala zalik. Ana ijmomi bu haqda naql qilingan. Ulamolar buni ijmomi kelgan demoqchi. قال ابن التين أجمع العلماء على كراهة النظر إلى السماء في الصلاة لهذا الحديث. ابن التين منداديدو. Ulamolar osmonga qarash makruh deganga birlik keldi namozda bu hadisga asosan. قال القاضي عياض قاضي عياض مندقيدو. رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إراز عن القبلة وقبلة وخروج عن هيئة الصلاة. قاضي عياض مندقيدو. Osmonga namozda ko'zini ko'targanlikda bir turli qibladan yuz o'rish va namozdagi hay'atidan chiqish bor. Namoz o'quvchilarga qibla bilan qolaydigan bo'lgan bunda qolsa, xuddi qibladan yuz o'rgandek, zerikkandek namozga xos bir hay'at borki, bu hay'atdan chiqib ketganlik bo'ladi. Va zahaba ibn Hazm ila annahu la yahillu zalika bal yahrum. Ibn Hazm bunda qilishning halol emas, balki harom degan qarashga borgan. Ibn Hazmning nazarida bu harom. Nimishqa lima warada min an-nahy al-akid wal wa'id al-shadid. Chunki kuchli bir to'siq, qattiq tahdid kelganlik uchun. Va zalik yaqtazi an yakuna harom. Bu kuchli bir tahdidning kelganligi buning qarshisida nimani talab qiladi? Harom bo'lishni talab qiladi. O osmonga ko'zni ko'tarib saqalliqning qarshisida qattiq cho'ng tahdidlar, ig'ir so'zlar bo'lganligi o ishdagi ig'ir jinoyat va yomon gunoh ekanligini ko'rsatadi. Bu harom bo'ladi. Va bihi qala qawmun min as-salaf va balagh ibn Hazm faqala tabsudu salatuhu. Bu xil qarashni salaflarning bir turkum kishilarmi degan. Ibn Hazm ashuru namozni buzdi dedi. Ajoyib mubolag'a qilmoqchi. Va tabliğlarda yoki hukmlarda ba'zi ehtiyot tarafini tutib, unda ashro degan ishlar bor.
Aslida bu mubalag'a. Makruh desak bo'ladi. Qarash to'g'ri. والسؤال الذي يبرز نفسه والحالة هذه أن يقال إذا فما هي الهيئة المشروعة للنظر أثناء الصلاة وقد أجاب عن ذلك زين بن المنير فقال نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام فإذا تمكن من مراقبته بغير التفاوت كان ذلك من إصلاح صلاته. Ahval bunda bo'lsa, ahval bu darajada ekan. Ya'ni harom, hali namoz buzuladi dedik-mi hamda? Ahval bu darajada ekan, o'zligidan chiqadigan bir savol bor. Anda bo'lsa, namoz jayronlarida qarashning yo'lga qo'yilgan shakli, ko'rinishi nima? Namoz o'qiydi, turib bir qarash bo'ladi, bu yo'li qo'yilgan, buning ko'rinishi nima degan bir savol chiqdi. Buningga Zayn ibn al-Munir javob berib mundaq dedi. Iqtido qilg'uchininki imomga qarashi, iqtido qilishning maqsadlari. Iqtido qilg'uchi degan oldingi imom qaraydi. O'rtadimi, ruku qildimi, sajda qildimi, ilishmadimi, qaramasa bo'lmaydi-da, ko'zini yumib turib, ya qalab turib hech kim iqtido qilolmaydi bu yerda. İmamni kuzatishga qodir bo'la olsa, qaramay, imomga bunda qaramay kuzatishga qodir bo'la olsa, bu imomning namozini o'xshash bo'ldi. Chunki unga muroqaba qilib turgandan keyin imomning namozini yaxshi o'qiydi. Qala ibn Battal yara Malik anna nazar al-musalli yakun ila jihati al-qibla. Ibn Battal bunda dedi. İmam Malikning qarashicha namoz o'quvchining qarashi shu qibla tarafga bo'ladi. Ne qaraydi? Qibla tarafga qaraydi. Qibla qanday bo'yinga qarab o'tirgan gap. Va qala Shafi'i wal Hanafiyya yastahibbu lil musalli an yanzura ila mawdi'i sujudihi li'annahu aqrabu lil khushu'. İmam Shafi'i bilan İmam al-Hanafi birdek bunda dedi. Namoz o'quvchi kishi uchun sajda qiladigan o'ringa qolishi mustahab. Çünkü o huşuğa yakın. İnqimga qalsa diqqati chekib ketadi, zehni boshqa yerga parchalab ketadi. Shu sajda qiladigan o'rin qalab turgan chaqda butun diqqati yig'iladi, vujudi yig'iladi, markazlashadi. Qala al-Hafiz ibn Hajar va yumkinu an yufarraq bayna al-imam wal ma'mum fa yastahibu lil-imam an-nazar ila mawzi' as-sujud wa kazalika al-ma'mum illa idha ihtaja ila muraqabati imamihi amma al-munfarid fa hukmuhu hukm al-imam. Hafiz ibn Hajar al-Asqalani bunda deydi. İmam bilan iqtido qiluvchining orasini ayirib o'tilish mumkin. Ayirib olsaqmi bo'ladi? Qanday bo'ladi desa, imomga sajda qilgan o'rniga qarash mustahab, shuningdek iqtido qiluvchiga ikkalasi shunday qarasa bo'ladi. Lekin u kishi imomini kuzatishga ehtiyoj qilib qolgan chaqda, imomni kuzatmasa bo'lmaydigan chaqda, imom qolsin. Ama yalğız o'quvchining hukmi imomning hukmidir. Yalğız o'quvchi imomga o'xshash oldida nimaga qibla qaraydi yoki oldida sajda qiladigan yoqqa qaraydi. Amma iza aghmada aynayhi fi salati faqad qala at-Tahawi karihahu ashabuna. Ko'zni yumib turadigan bir ahvol bor. Hammalar bilsa namoz o'qigan chaqda. Amma namoz o'quvchi namozda ko'zini yumib olsa, Imom at-Tahawi Uni bizning ashablarimiz makruh dedi. Ba'zan ulamalar makruh bu. Chunki Allohning oldida Janobi Alloh bor. Xuddi Janobi Allohga ko'zini yumib turgan o'xshash bo'lib qoladi deydi. Va qala Malik, Imom Malik bunda qilsa farz bo'lamdi, nafl bo'lamdi, hech qisi yo'q, chataq yo'q. Imom an-Navoiy al-Muxtar annahu la yakrah iza lam yakhfa darar لأنه يجمع الخشوع ويمنع من إرسال البصر وتفريق الذهن. İmam an-Navoiy bundan dedi. Yaxşısı muxtar degan ixtiyardan chiqqan ismi maqbul. Tanlangan qarash, ilg'or qarash makruh bo'lmaydi. Qachon bir ziyondan qo'rqmasa, ya oldida bina tushib turadigan ish bo'lamdi yoki bir dushman keldimi, bu ziyondan qo'rqmasa. Chunki odam xushuni jug'laydi, ko'zning inqilib ketib qolishidan to'sadi, zehni chechib to'sadi, ko'zni yumuvatishi. Shu masala yo'q. Baqiya raf'ul basar ila as-sama'i fi ad-du'a fi ghayri salah. Bu yerda namozdagi holat bu boshqa o'zingizning namozdagi holatda
duoda, namozdagi holatda osmonga qarashning, ko'zini ochishning, yumishning qandaligini ko'rdingmi? Osmonga namozdan boshqa chog'da duo qilgan chog'da ko'zini ko'tirish masalasi qolib qoldi. Faqat karihahu shurayhun va taifa. Buni Shurayh bilan bir uchum kishilar yomon ko'rdi. Bu yaxshi ish emasdi. Shurayh ko'zini, qo'lini osmonga ko'tirayotgan bir odamni ko'rib mundoq dedi. Qo'lingni yaqin, ko'zingni fasla. Mundoq qilmay qo'lingni yoq, ko'zingni fasla. Sen uni ko'rolmaysan va unga yetolmaysan. Ko'zingni mundoq qilmasang ko'rolmaysan, mundoq qilmasang. Ko'rolmaganlikni nima uchun ko'zingni chaqchaytib o'tirsa, qo'lingni so'zsa. Val jumhur ala javozi. Jumhur ko'zni yumishdan keyin durust qilib edi. Chunki osmon degan duoning qiblasi. Ka'ba namozning qiblasi bo'lgandek. Vallohu a'lam. Xolis Alloh taolo bilan. Bu shunchalik biz bilimiz va bilgirimizni o'tirib qo'ydik. Bu hadisda umumatan namozda xushu huzuga daxli yetkazadigan, ziyon yetkazadigan harakatlarni, oddiy harakatlar, qo'li midilab soladigan, ko'zi oyoq bu yoqqa qalab soladigan bu harakatlarga Rasululloh qattiq to'sdi. Allah subhanahu va taolo bu amalimizni qabul qilsin. Allah bu darsimizni har bir o'yga va har bir insonning qo'liga yetkazib bersin va bu darsni shundoq yetkazishga tirishgan va yetkazishga ahamiyat bergan kishilarga Alloh taolo dinni yetkazgan va dinning xizmatida qilganlarga beradigan ajrni bersin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.